Hammaga salom. Bugun 25 Ultra olib qo'yganmiz. Mana almashtirishdik. Samsung S seriyada eng oxirgi model hisoblanadi bu. Xolos buni aynasini almashtirib beramiz. Telefonimizni sochib oldik. 5 Ultramiz. Bu dolardan ajratib oldik. Endi oynasini yechamiz. Ko'rishingiz mumkin. S25 Ultramiz tayyor bo'ldi. Ideal holatda chiqqan. Ko'pchilikda kameraga chang tushib qoladi. Kameralarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Hech qanaqa changlari yo'q. Kimga shunaqa sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqa qilsangiz, ishlarni sifatli va ishonchli qilib hal qilib beramiz.